Dastlabki olib keldim. Chiqib olasizmi? Dastlabkani siz olib keldingizmi? Men olib keldim. Tirikchilikning aybi yo'q-ku. To'xtang. Aka, qo'yavering. O'zim bilaman. Sinem! Voy Sinem! Voy akajonim, yaxshi keldingizmi? Ishim barakali bo'ldi. O'shanga seni ko'rib ketdim. Sen yoqtirgan shirinlikni olib keldim. Voy, rahmat akajon, boringizga shukur. Rosa ham yegim kelib turdi. Analiz javoblariga qaraganda o'g'lingiz ahvoli juda og'ir. O'g'lingizga harakatlanish umuman mumkin emas. Shu sababli o'zim keldim. Voy, bolam. O'zi seni o'ylanish niyating bormi? Oyimni suv ichida yuribdilar. Lekin nogirondim. Ko'p insonlar qizini bermayapti-da. Tuzalib ketishimga hech kim ishonmayapti. Lekin Xudo xohlasa, men ham uylanaman. Qani to'yingda mazza qilib, mashinaqalariga to'yda o'ynaymiz, ha? Ketdi, davay. Onajon, dorilaringizni olib keldim. Doringni nima qilaman? Doring boshingdan qolsin. Doktorga qog'oz tashlab ketdi. Menga seni sog'lig'ing kerak, bola. Uyda o'tirsang mitmi? Hech nima qilmay qorovulab yotadigan it emasman. Onamni ayol boshidan topganini yeb yotadigan bola emasman. Oyog'i nogiron, qo'li but, kallasi ishlaydigan, yuragi urib turgan chala nogironda. Bitta onamni boqa olmasam qanaqa yerga yeyman? Aravamni g'ildirab yurib, sizni boqishni ishlayman. Mani uchun azob bo'lgan bu dunyoda. Onajonim, siz uchun yashayman, ona. Menga qaranglar, ey yaqinlar. Onalarni bo'rida qadriga yetinglar. Onalar qadriyman, onalar qadriyman.